Assalomu alaykum Turg'un hojim. Sizlar vatandan qanchalik bo'ldi chiqqani, chiqqaniyog'i qancha yil bo'ldi oila tabobatlar bilan kurashmagani? Va alaykum assalom. Men ailem üçün ve urug' tuqqanlarim üçün guvohlik beryapman. Men vatandan chiqib ketgili saq 30 yil bo'ldi bu yil. 88-yil chiqib ketgan. Mısır'da 10 yıl okugandan keyin Germaniyaga kelib, hozir Germaniyada 20 yılga yaqin, yani 19 yıl bo'ldi. Germaniyada turyapman. Vatanda mening anam bilan yana bir inim, biz singlim qolgandi. Biz 5 jon bo'lib, uchimiz sirtda chet elda, bir inim Turkiyada, bir singlim Norvegiyada. Vatanda qolgan inim bilan singlim keyingi vaqtlarda taxminan bir 1,5 yil atrofida bo'ldi. Shu yig'ilish lagerga kirib ketibdi deganni anladim. Anam 77 yoshga kirgan ayol yolg'iz qoldi ekan. Keyin ammachimiz kelib, kichik ammachimiz qarab o'tibdi deb anladik. O singlim bilan inimning qanday ahvolda ekanligini hozir bilmayman. Biz oila bo'yicha Xitoyning naytı og'ir zarbasiga uchrab keldik. Vatanda qolgan inim hukumatda sudda ishlaydi, o suddan chiqaryapti. Akam bölgünchilar bilan birga xizmat qildik chet elda. Deb singlimiz o'qituvchida, singlimni o'qituvchilikdan haydayapti. İkisi işsiz olup, o'zining turmushini boshqa yo'llar bilan, uşaq tijoriy yo'llar bilan qamdab kelgan hozirgacha. Shularni hozir mana singlimiz onamga qarab, ashtamaqini aytib berib, kirqatni yuvib berib qilyapti. Singlimizni akiribdi lagerga. O inimiz shu onamizga u yoqdan shu ehtiyojini ayollar singlimiz qilolmaydigan ehtiyojini inimiz qandaq qilyapti. O inimizni akiribdi. Anam bichara hozir yolg'iz yashab o'tibdi. Ammachimiz qarab o'tibdi deb anladik. Qanchalik qariyalaydi uning oilasi bor. Demak, Xitoy jallotlari bizning oilaga hozirgachilik qo'l sep kelayotgan, ammo bu qatim demak inim bilan singlimni akirib olib yana nayta og'ir darajada ziyonkashlik qilyapti. Fakat bizning oilaga emas, bu bütün millatimizga nayta og'ir shaklda bu lager masalasi nayta Xitoyning nayta og'ir vahshiyliklari bilan millatimiz nayta zo'r ahvolda turib o'tibdi. Shuning uchun xalqarodan talab qilganimiz mushu lager masalasini jiddiy shaklda bir taraf qilish. Bo'lmasa Uyg'ur millati nayta xatarlik ahvolda. Ama bu deganlik faqat lager bilan cheklanib qolamiz deganlik emas. Biz azaldan Xitoy jallotlaridan qutulib o'zimizning mustaqil erkin davlatimizni qurish uchun kurash qilyapmiz. Bu kurashimiz albatta davomlashadi. Ama hozirgi vaziyatda jiddiy bo'layotgan, eng muhim bo'layotgan masala shu lager masalasi. Shuning uchun bütün dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimni shu lager masalasini hal qilish, lagerni taqash, shu lagerda yetayotgan qarindoshlarimizni erkinlikka chiqarish uchun harakat qilishni talab qilaman. Rahmat sizga. Rahmat. Sizga ko'p rahmat.